Men sepadigan apparat $450 desam ishonasizlarmi? Endi yaqinroqdan kelinglar. Bitta ochib ko'rsataman. Hali o'zim ko'rganim yo'q, ozgina ochib qo'ydim, lekin ko'rganim yo'q. Birinchi marta ko'rishim bo'ladi. Hali ochilmagan, realni. Vo. Mana sizga Rodman shpaklyovka sepadigan apparatimiz. Mana shlankalarni ko'rishingiz mumkin. Bu oddiy emulsiyaniki emas, shpaklyovka Rodman sepadigan apparat hisoblanadi. Oho, hamma narsasi bor ekan komplektida. Bunisida nima ekan? Yaqinroqdan kelinglar, buni ham ochib ko'ramiz. Xo'p. Onasini esa mikseri bilan ekan. O'zini yoniga ham tarafiga mikser qo'yiladi, rastvorni o'zi tayyorlab berar ekan. Mana sizga. Zamonni rivojlanganiga qaranglar. Yonida kompressori bor. Buni ochamiz endi. Apparat $450 ga arziydimi, fikringizni qoldirishdan oldin keyingi instrumentni ko'rsataman. Ma'nosini qaranglar. Bu endi professionalnisida. Voy. Mana buni shlankalariga qarang. Qalinligini qaranglar. Rodmanni enasini uchquronni ko'rsatadi, mana. Mikserlarni qarang buni. Endi buni narxi ham apparatga qarabdi. Nima deysiz? Har xil variantlari keldi. Tezroq kelib olib ketmasanglar, sonlari chegaralangan. Ertaga aka qolib tikadigan narsa bo'lmasin.